Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Yezigilik nazoratining sobiq noziri Akbar G'ofur damali ishga chiqib 2 yildan keyin tekshirilmoqda. Korlidagi ko'z ko'ringan tijoratchi afklar tutqun qilinib, mal bisoti to'xtatilgan. Xitoy hukumatı 2019-yili 200.900 oilalik yezamin uy qurilishini planlagan. Washingtonda Kompartiyaga qarshi mustaqil partiyalar qurultiyi ochildi. Qozog'istonlik Uyg'ur yigit Amerikada o'tkazilgan boks musobaqasida chempion bo'ldi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Abdunum rayonluq intizam tekshirish komiteti reviziya komitetining xabariga asoslanganda atalmış Uyghur Abdunum rayonluq intizam tekshirish komitetining 26 avgust kuni bildirishicha Abdunum rayonluq sobiq dehqonchilik nazorati partiya gruppasining muavin sekretari Nazir Akbar G'ofur intizamga qonunga ig'ir xiloflik qilganlik gumoni bilan Abdunum rayonluq intizam tekshirish komiteti reviziya komiteti tarafidan intizam va reviziya jihatidan tekshirilayotgan ekan. Xitoy hukumatı ilgari o'rmonchilik, ma'rif qatorliq nazoratlarning nozirlarini tutqun qilgan edi. Akbar G'ofur 1959-yili Aqsuda tug'ilgan bo'lib, 1975-yili xizmatga qatnashgan. 1987-yili Xitoy Kommunist partiyasiga a'zo bo'lgan. Akbar G'ofur 30 yildan ortiq vaqt Aqsuda xizmat qilgan bo'lib, ilgari keyin bo'lib Onsu noyisining hokimi, Aqsu shahrining boshlig'i va Aqsu viloyatining valisi qatorliq vazifalarda bo'lgan. 2013-yili mart oyida Abdunum rayonluq yezigilik nazoratining noziri bo'lgan. 2017-yili pensiyaga chiqqan. Akbar G'ofurga boshqa amaldorlarga o'xshashla atalmış qonun intizomga ig'ir darajada xiloflik qilish jinoyati ortilgan bo'lib, boshqa tafsilotlar berilmagan. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda olib berayotgan har qatimliq bostirish harakatlarida Uyg'ur puldorlari va egilik tikliguvchilarning bostirish obyekti bo'lib kelayotganligi ma'lum. Bo'libmi Xitoy hukumati lagerlarni qurib, Uyg'ur va boshqa musulmon xalqlarni keng ko'lamda tutqun qilayotgan yaqinqi 2 yil mobaynida sababsizlar tutqun qilinib lagerga olib ketilgan. Hatto maxfiy turda kesilgan puldor Uyg'urlar oz emas. Mana shu tutqun qilingan Uyg'ur tijoratchilar sandoniga yaqinda yana 2 Uyg'ur bayning ismi qo'shildi. Ular Xinjiang Roza Haji Soda cheklik shirkati, Korli Chilanbog' uy mulkchilik shirkatining AKFK liderlari 43 yoshlik Roza Haji Hamdul bilan 37 yoshlik Mehmet Hamdullardir. Ular Korli shahrining Langariyasida tug'ilgan bo'lib, yaqinqi 10 yilda tez sur'atda ro'naq topgan va ko'z ko'ringan Uyg'ur korxonachilardan hisoblanadi ekan. Ularning bir inisi Ömerjon Hamdul navbatda Turkiyada o'qishni davom qilayotgan bo'lib, u 2016-yili ta'tilda yurtiga tuqqan yo'qlab qolgandan keyin Turkiyaga qaytib kelgan ekan. Shuningdek keyin ya'ni 2017-yil oktyabrdan keyin uning akillari va oilasi bilan bo'lgan aloqasi uzilib qolgan ekan. Ammo u oilasidagilarni davomli surishti qilishni to'xtatmagan. U yaqinda akisining shirkatida xizmat qilgan bir Xitoydan akisi Roza Hajining 25 yil kesilganligi haqida uchragan. Buning bilan u 2 aksi va oilasidagilarning ziyonkashlikka uchrash ahvolini dunyoga anglatish qaroriga kelgan. Xitoyning ma'lum shahardan Ömerjonga akillarining uchurini yetkazguchi Xitoy uningga hozir Uyg'ur baylarning hammasi turmida. Qo'yib berilayotganlar sab ayollar, ammo erlar asosan kesilyotdi. Lagerdan chiqaligini yo'q. Hukumat ularning mol-mulklarini butunlay to'g'riltibdi degan. Xitoyning to'rdagi uchur arxivlardan Roza Haji va Mehmet Hamdullar qurgan uy mulk shirkatlarining shirkatlarini tizim qoldirgan vaqtlarini va munosabatlik isbotlarini hozirmi topqili bo'ladi. Bo'libmi ularning ko'p qavatli qilib Korlining Ko'nchi daryo bo'yiga zamonaviy shaklda soldirgan Chilanbog' Sari Korli shahridagi mashhur qurilishlardan hisoblanadi ekan. Chilanbog' Sari 2016-yilning oxirlari amdili bitib bozorga selinishiga Roza Haji Urumchida sababsiz tutqun qilinib, keyin Korliga yetkab kelingan va lagerga qamalgan. Uningdan 2-3 oy keyin inisi va sheriki Mehmet Hamdulma tutqun qilingan. Ömerjonning bildirishiga qaraganda Roza Hajining Urumchida, Korlida, Aqsu va Xotandagi tarmoq shirkatlari bor bo'lib, akini ikkilisi asosan uy mulkchilik bilan shug'ullangan ekan. Ular tutqun qilinganda Xotanda zo'r mablag' bilan intayin cho'ng ko'lamlik bozor qurilishi va Bugurda yana bir oilaliklar rayoni qurilishi elib berayotgan ekan. Ömerjon Hamdul akisi Roza Haji va Mehmet Hamdullarning hech qachon jinoyat o'tkazib boqmaganligi, ularning sezgur va nihoyat ehtiyotchan kishilar ekanligini ta'kidladi. U Xitoy doiralarining Uyg'ur baylarga ziyonkashlik qilishda faqat bahona topolmaganda ularning saxovatli kishilardan qusur izlaydiganligini o'tirib qo'yib, doirlarning faqat akillarining mol-mulkini egallash maqsadida ularning maktablarga pul iyon qilganliklarini bahona qilib turib tutqan bo'lishi mumkinligini ilgari surdi. Tianshan Tori 27-avgust xabarida Xitoy hukumatı 2019-yilda atalmış Xinjiangning yezi amin uy qurilish salmoqini sijil oshirishga erishib 200.900 oilalik yezi amin uy qurilish vazifasini yo'lga qo'yishni planlagan. Buning ichida yezlardagi arxiv turg'izilib, karta bejirilgan namrat oila 9355 bo'lib, 140.000 oylikdan ortiq yezi amin uy qurilishi bitgan bo'lib, yil oxiridan burun yillik yezi amin uy qurilish vazifasini tamomlash mo'ljallanmoqda ekan. 21-avgust kuni Abdunum rayonluq Turalg'u va shahar yezi qurilish nazoratining bildirishicha, iyul oyining oxirigacha Abdunum rayon bo'yicha 197.929 oilalik
Yeza amin uy qurilishida ish boshlangan. Ish boshlash nisbati 92,72%ga. Putgan uy 146,055 oilalikka. Putish nisbati 68,42%ga yetgan. Bo'libmi yezlardagi arxiv turg'izilib karta bejirilgan 9355 namanat oilalikning hammasida qurilish boshlanib, 7834 oilalik amin uy qurilishi bitib, putish nisbati 83,74%ga yetgan ekan. Amerika Uyg'ur birlashmasi va Shanxay Milliy partiyasi birlikda tashkillagan Kompartiyaga qarshi mustaqil partiyalar qurultiyi 23 avgust kuni Amerika Davlat Majlisiga qarashliq Teriksin binosida o'tkazildi. Bu qitim qurultayga Uyg'urlar, Tibetlar, Janubiy Mong'oliya qatorliq Xitoy bo'lmagan xalqlar rayonlarining vakillaridan boshqa yana Hong Kong, Shanxay, Kanton, Lu davlati, Ulug' Shu davlati qatorliq mustaqillik istiguvchi 10 necha partiyaning vakillari qatnashdi. Yig'in zaliga har qaysi mustaqilchi partiyalarning partiya bayroqlari esilgan bo'lib, tomning o'ttirisiga esilgan ay yulduzliq ko'k bayroq alohida ko'zga chalinqatdi. Bu qitimki yig'inni uyushtiruvchilarning biri bo'lgan Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elshad Hasan apandi oldi bilan so'z elib, Xitoyning parchalanishi, shu qatorda Sharq Turkiston, Kantoniya davlati, Mong'ol davlati, Lu davlati, Yuan davlati qatorliq mustaqil davlatlarning barliq kelishi reallikqa texim uyg'un keladiganligini, o'tgan mezgillarda Uyg'urlar, Tibetlar, Mong'ollar qatorliq Xitoy bo'lmagan millatlar Xitoydan ayrilib chiqib mustaqil bo'lishni istagan bo'lsa, amdilikda Xitoy xalqining o'zidimi mustaqillikni orzu qiluvchi guruhlarning zo'rayotganligini, uning tarixdagi muqarrar yuzlanish ekanligini ta'kidlab o'tdi. Yig'in vakillari o'z partiyalari nomidan so'z qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlar va Tibetlarga ziyonkashlik qilishdan boshqa Shanxay, Tayvan, Hong Kong qatorliq joylarda siyosiy, iqtisod va kundalik hayot faoliyatlari sohasida qanday qabihliklarni sodir qilayotganligi, ularning demokratiya va insoniy muhabbatga qanday xirislarni elib kelayotganligi, shunga bundaq bir rezil hokimiyatni jazman ag'dirib o'tish lozimni haqida fikr qildi. Bu qadim yig'inga kelmagan bir qism vakillar yig'inga o'zlarining videolik nutqini avatgan edi. Shulardan Hong Kongdagi demokratik o'quvchilar yetakchisi Joshua Wong o'z videosida Hong Kongdagi demokratiya namoyishining ahvolidan Uyg'urlar, Tibetlar duch kelayotgan ig'ir bostirishlarning shapisi kelayotganligini, bu xil ochiq reallikning haqiqatan Xitoyning parchalanishi lozimligini taqozo qiladiganligini bildirgan. Qozog'istonlik Uyg'ur boks mahiri Hezim Ezbaqi 24 avgust kuni Amerikaning Oklahoma shtatida o'tkazilgan ig'ir darajaliklar boks musobaqasida raqibi Armod Samersini yengib chempion bo'lgan. O 24 yoshli Hezim Ezbaqining o'tgan yili dunyo kasbiy boks sahnasiga qadam qo'ygandan beri ikkinchi qatim raqibini yengishi. Hezim Ezbaqi 1995-yili Qozog'istonning Olmuta shahrida tug'ilgan bo'lib, 10 yoshidan boshlab boks mashg'ulotini boshlagan ekan. Hezim Ezbaqining Amerika taratqullariga bildirishicha, tirishchan va bir nishonni chiqish qilishdagi xarakteri uning eng kuchli taraf ekanligini, bir nishonni bekitib har vaqt uning yetish uchun tirishadiganligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.